Sizni semirtiradigan va organizmingizda shishlar paydo bo'lishiga sabab bo'ladigan top 5 ta zararli mahsulotlar. Birinchisi, ortiqcha tuzli mahsulotlar. Tuz organizmda suvni ushlab qoladi va shuning natijasida semirish, yuz oyoqlarida shishlar paydo bo'ladi. Ikkinchisi, qandli hamda haddan tashqari shirin mahsulotlar. Organizmda insulinni oshirib, semirishga, ya'ni yog' to'planishiga, ayniqsa bel, qorin sohalarida semirishga sabab bo'ladi. Uchinchisi, oq unli mahsulotlar, ya'ni nonlar, bulochka, somsalar. Bular qondagi shakar miqdorini oshirib, tez ochlik hissini chaqiradi. To'rtinchisi, yog'li hamda qovurilgan ovqatlar. Kaloriyasi yuqoriligi sababli hazm qilish jarayoni qiyinlashadi, semirish hamda shishlar paydo bo'ladi. Beshinchisi, gazli ichimliklar va tez tayyor bo'ladigan mahsulotlar. Bular metabolizm, moddalar almashinuvini sekinlashtirib, organizmda semizlik hamda shishlarni paydo qiladi. Agar siz yillar davomida ushbu zararli mahsulotlarni iste'mol qilib, ortiqcha vazn orttirib olgan bo'lsangiz, organizmingizni shellak, parazit, bakteriyalardan tozalab olishingiz uchun detoks mahsulotini tavsiya qilaman. Mahsulot tarkibidagi tabiiy ekstraktlar organizmingizdagi shellak, toksin, bakteriya, parazitlardan tozalab, ortiqcha vazndan xavfsiz qutulishingizga yordam beradi. Mahsulotga buyurtma berish hamda batafsil ma'lumotga ega bo'lish uchun kommentariyaga detoks so'zini yozib qoldiring.